Mourinho qaytdi. U bilan birga janjalli klassikolar ham qaytadimi? 2010-yilda Real Madrid nihoyat Barselonaning gegemonligiga chek qo'yish uchun Jose Mourinhoni bosh murabbiy etib tayinlagan edi. Mourinho Barselonaga qarshi mutlaq urush bo'lishini xohladi. Jamoa sardori Casillas esa bunga qo'shilmadi. Gap shundaki, 2011-yilgi Ispaniya Superkubogining shafqatsiz uchrashuvidan so'ng Casillas terma jamoa sardori sifatida navbatdagi yig'in oldidan vaziyatni yumshatish uchun Xaviga qo'ng'iroq qiladi. Biroq Mourinho uchun bu tinchlik sulhi emas, balki xiyonat edi. Lekin bu qo'ng'iroq muammoning boshlanishi edi xolos, chunki ko'p o'tmay kiyinish xonasidan sirlar Ispaniya gazetalari sahifalarida paydo bo'la boshlaydi. Mourinho esa ma'lumotlarni aynan Iker sizdirayotganiga, hatto u o'zining jurnalist rafiqasi orqali ma'lumot yetkazayotganiga ishonchi komil edi. Shuningdek, Jose Mourinho o'z yordamchisiga uning ortidan yomon gapirgan futbolchilarni yashirincha yozib borishni buyuradi. Asosiy jazo esa 2013-yilda keldi. Jose Mourinho Real Madrid va Ispaniya terma jamoasi sardori Iker Casillasni tarkibdan chetlatib, uning o'rniga zaxira darvozaboni Diego Lopesni qo'yadi. 13 yil o'tib, The Special One'ning Madridga qaytishi fonida Casillas uni murabbiy sifatida hurmat qilsa-da, lekin uni Realning yaqiniga ham yo'latmaslik kerakligini ochiqchasiga bildirdi. Xo'sh, sizningcha Jose Mourinho ko'pchilik sog'ingan ashaddiy murosasiz El Clasico muhitini yana qaytara oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.